Assalomu alaykum hammaga. 20 kilovatli on grid deya ikkita string. Bizda предохранитель bor. Предохранительni aylantirib qo'yganman. Yuqorisi pastda, past joyi yuqorida qaryapti. Bu yerda faza 0, faza 0. Предохранительdan chiqib turib uzibga birinchi, ikkinchi string. Uzibdan двойной NSHV шлейф avtomat, ikkinchi uzibdan ikkinchi avtomatga шлейф. Avtomatdan chiqib nimaga? MPPTlarga. Birinchi MPPT, ikkinchi MPPT. Inverterni o'zidan chiqib bu avtomatga kelyapti. Bu avtomatdan 16lik SIP kabel bilan 3 fazali счетчикka, o'sha счетчикni ham ko'rsataman. Tak. Hozircha bu tomoni taqilmagan sababi mana bu avtomatni almashtirib cross modulmi yo biron narsa qo'yamiz. Standartga javob beradigan qilib.